Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning mashhur bir gaplari bor. Hazrat Umar aytadilarki, inson o'zini hisob qilinishidan oldin o'zini hisob qilsin. Inson o'zini amallari tortilishidan oldin amallarini tortib ko'rsin degan. Ya'ni inson qilayotgan hamma ishini, qilayotgan amallarini ham hisob kitobini qilib borishligini Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytayaptilar. Nimaga? Bir kuni qilgan amallarimiz Alloh subhanahu va taoloning huzurida albatta tortilar ekan. Shuning uchun dinimizda bir ibodat bor. Ibodatning nomi muhosaba deydi. Muhosaba degani hisob kitob qilish degani. Hisob kitob qilish degani. Hozir shunaqa holatdamizki, hamma narsamizni hisob kitob qilamiz. Mana 1 yil o'tdi, shu 1 yilning ichida nimaga erishdim, nimaga erisha olmadim, qanchaga pulim ko'paydi, daromadim ko'paydi, qancha o'zimga hayotimda bir yengilliklarni